Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Jungoning muavin vaziri bilan uchrashishni asli keltirmoqchi, lekin hech qanday natija hosil bo'lmadi. Mavzuli xabar 11 oyning 13 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar bunday boshlandi. Bu yangilikcha yangi xabar. Wall Street gazeti xabar qilib bunday ko'rsatdi. Amerika Moliya ministri buning uchun Amerika Jungo ishki davlat rahbarlari o'sha oyning oxirida 20 davlat guruhi yig'inida uchrashishni ishga oshirishdan avval Jungoning muavin vaziri Liu He bilan suhbatlashishni asliga keltirmoqchi bo'ldi. Wall Street gazeti bunday ko'rsatdi. 11 oyning 9 kuni, ya'ni juma kuni Jungoning muavin vaziri Liu He'ga telefon berdi. Lekin har qanday beshish hosil qila olmadi. Sodi kelishimi to'g'risida suhbatlashishdan avval Amerika o'tir qo'ygan masalaga konkret javob qaytarish kerak deb talab qo'ydi. Jungo bunday javob qaytarishni rad qildi. Avval suhbatlashimiz, ondan eng oxirgi taklifni o'tirib qo'yamiz deb bildirdi. Amerikalik va jungolik ba'zi amaldorlar bunday ko'rsatdi. Jungo eng oxirgi taklif o'tirib qo'yilgandan keyin suhbat dasmoyimizdan ayrilib qolamiz deb ansirashga boshladi. Amerika va Jungoning hukumat amaldorlari Prezident Trump bilan Rais Xi Jinpingning suhbati barliq masalalarni hal qilib ketalaydi deb qaramaydi. Amerika amaldorlari bunday hisobladi. Amerika Jungo davlat rahbarlarining uchrashishi savdo urushi vaqtli to'xtatishi mumkin. Undan keyin ikki taraf yana tafsilotlarni suhbatlashishi mumkin. Lekin savdo urushi vaqtli to'xtab tursa-mu, buni ishga oshirishning qiyinlik dardisi intayin zo'r. Jungo amaldorlari Prezident Trump bilan Rais Xi Jinpingning 20 davlat guruhi yig'ini mezgilida bir kelishim hosil qilib, ondan konkret masalalar bo'yicha suhbat qurishini umid qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari allaqachon Jungodan import qilingan 200 milliard 500 million dollarlik tovar mallarga bosh qo'ydi. Buning ichida 200 milliard dollarlik tovar mallar qo'yilgan bojdan boj normasi 2019-yili 1-oyning 1-kunidan boshlab 10%dan 25% ko'tarildi. O'xshashda bir vaqtda Jungoning vaziri Li Keqiang 6 turli ko'plagan taraf organlari bilan ko'rishganda erkin savdoni qo'llaydiganligini bildirdi. Tirishchilik ko'rsatib, mojarolarni tugatib, navbatdagi savdo masalasini hal qilishni umid qildi. Biroq Amerikaning savdo vakili Leitzer, Aqsaroyning savdo maslahatchisi Peter Navarro qatorliq amaldorlar Jungo gapida turmamdi degan masalada qayta gumonlanishga boshladi. Ya'ni kechiringlar, qattiq gumonlanishga boshladi. Musha xabarga yozilgan inkas birinchi 4-iyun harakatiga 30 yil bo'ldi. O'quvchilar harakatiga kelish kerak. Yoshlar davlatning cho'kib ketishi va davlat tuproqlarining gumron bo'lishi qarab turmaydi. Xiyonatchilar dunyoni bir oldi, fuqarolar ularga yem bo'ldi. Armiya kompartiyaga qo'lchimoq bo'ldi, soqchilar o'zi xohlaganini qiladigan bo'ldi. Hukumat qo'rchoq bo'lib qoldi, matbuotlar chapanchi bo'ldi. Acaba oliy maktab o'quvchilari sizlar davlatning kelgusi oldida sukutda tura olamsizlar? İnkas ikinci, bevosita harbiy zarba berish kerak. Boshqa har qanday choralarning hargiz önemi bo'lmaydi. Agar bu kelishim imzolab xalqqa ko'rsatmoqchi bo'lsanglar,
bu kelishimni imzolasanlar, qarshi taraf imzo qo'yishi bo'ladi. Agar Kompartiyani kelishim orqali yengib olmoqchi bo'lsanglar, undaqda xato qilgan bo'lasizlar. Chunki bu rayonda prinsip yo'q, bu rayonda qonun yo'q. Yuqori xabarga yozilgan inkas, Xanzolar yozgan inkas.